Bu galgi retrit darsimizda talassoterapiyani alohida dastur qilib kirgizganman. Talassoterapiya degani insonni ongi, tafakkuri, ruhiyati barcha muammoli vaziyatlardan tog' bag'rida, tasavvur qiling. Mana hozir fikrlarimni tog' bag'rida maza qilib, diqqatimizni jamlab, ya'ni o'zimizga vaqt ajratamiz. Ichki xotirjamlikni his qiladi. Muammoli vaziyatlarni ba'zi birlariga yechim topishadi. Har birlari bilan individual ishlashga ulgurmayman. Shuning uchun jamoa bilan birgalikda, ya'ni talassoterapiyani asosiy qoidalarini o'rgataman. Uni keyin oilaga, ish jarayonida kirib kelganda ham ana shu holatlarda eng yangi resurslarni, ya'ni energiyalarni o'zlariga to'yintirib kelishgandan keyin mazza qilib, yangi tug'ilgan chaqaloqdek bo'lib qolishadi. Bu retrit darsimiz faqat ayollar uchun. Avvalgi retrit darslarimiz shogirdlarimiz bilan birga tashkil qilingan bo'lsa, bunisini farqli tomoni barcha xohlovchi ayollarimiz uchun. 8-fevral kuni bo'lib o'tadigan retrit darsimiz agar sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling, to'liq ma'lumotlar beriladi. Joylarimiz soni chegaralangan. Azizlar, 8-fevral kuni ko'rishguncha omon bo'ling.